Yana tuxummi? Ayol kishi bundoq ertaroq turib eriga tansiroq narsa tayyorlasa bo'lmaydimi? Hay bolam. Sho'r bo'lmagan bo'lsa, kuyib ketmagan bo'lsa, indamasdan yeyur. Tuxumi nimasi yomon? Kelanim baraka topsin. Bugun yurishim bor edi. Vaqtli turib bir tog'ora narsa pishirib berdilar. Har kun tuxumingiz jonga tegdi. Layzi, kiyimlarni ber, ishga shoshayapman. Mana tayyorlab qo'ydim. Bugun ham shuni kiyamanmi? 3 kundan shu kiyimni kiyaman. Xotin degan bundoq erining kiyimlariga ahamiyatliroq bo'lmaydimi? Xo'p, buguncha kiyib turing, ertaga boshqasini kiyasiz. Qurimagandi hali. Adasi, bugun oyimni ko'rgani shifoxonaga borib kelmoqchi edim. Pul tashlab ketasizmi? Qanaqa pul? Sani tanglayingni pul deb ko'targanmi? Ana uyda hamma narsa bor. U bu narsa qilib sho'rvami bir narsani qo'yib borib ber. Oyi, men ketdim. Voy. O'g'lim. Xotin kishi undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi deb juda xotin bo'lishni o'rganibsan-ku. Er bo'lishni esingdan chiqarib qo'yibsan-da. Xotin degan bundoq erining kiyimlariga ahamiyatliroq bo'lmaydimi? Sani tanglayingni pul deb ko'targanmi? Xotin bo'lishni o'rganibsan-ku. Er bo'lishni esingdan chiqarib qo'yibsan-da.